Afrika sohillaridan biri bir muddat oldin topilsin va yo'q qilinsin. O'sha paytda faqat shaharning boshqa burchagida. Ular yaqinlashib qolishdi. Hushyor turinglar. AQSh maxsus bo'linmasi Zibo shifokor. Frank muhandis. Menda o'q tugayapti. Jo Mergan. Leytenant, ahvoli og'ir. Qutqarib qola olmayman. Go'yo bu yerda oldin ham bo'lgandekman. Juda ko'p marta. Tez orada bostirib kelishadi. Hatto ularning kimligini ham bilmayman. Xotiramda ular xuddi tutunlar orasidan ko'ringandek bo'ladi. Qancha topshiriqlarda qatnashdim. Shuncha ko'p g'animlar bilan yuzma-yuz keldim. Ularning ism va basharalarini farqlamay ham qo'ydim. U agar ketadigan bo'lsam, qaytib o'tirmasligimni ham aytgandi. Ammo men ketdim. Nazarimda bu xato edi. Jennerson bu qayerdan paydo bo'ldi? Bu menman, leytenant Jon Carter. Bu Janubiy Afrikada bo'lgandi. Guruhimizga qo'poruvchilar qo'lidan bir oilani ozod qilish vazifasi yuklatilgandi. Ammo biz qarshimizda mashhur harbiy jinoyatchilardan biri paydo bo'lishidan bexabar edik. Igor Rodin. Rodin xalqaro kalla-kasarlar guruhiga rahbarlik qilardi. Bu yollanma qotillar uning bir imosi bilan yetib kelishardi. Hatto dunyoning narigi chekkasidan bo'lsa ham. Ey amerikaliklar, maxsus bo'linma askarlari, taslim bo'ling. Qurshab olingansiz. Komandir. Ular bizni qurshab olishibdi. 4 tomondan qurshovda qolgandik. Topshiriqni bajarish borasidagi shubhalarim kuchaya borardi. Nimadir noto'g'ridek tuyulardi. Komandir, Kis, pulemyotchi. qanday qutulib ketamiz? Ablahlarni o'qqa ko'mib tashla, yaqinlashlarga imkon qoldirma, faqat patronlarni ehtiyot qilishni unutma. Zibo, aloqaga chiqishga urinib ko'r. Kis, Ha, janob. bu yer qachondir kon bo'lgan. Birorta shaxta topishga urinib ko'r. Xo'p bo'ladi, janob. Leytenant, sizni polkovnik Anderson so'rayapti. Polkovnik, Vaziyat nazoratingda deb o'ylagandim. Bu qanaqa tartibsizlik? Maxsus topshiriq rahbari polkovnik Anderson. qanaqa tartibsizlik deysizmi? Bu yerda butun boshli yollanma kalla-kasarlar guruhi turibdi, og'ir texnikalari bilan. Jon o'zingni bos. Menga yordam jo'natilsagina tinchlanaman. Havodan bu ablahlarda tanklar bor. Barchamiz o'lamiz. Ey Xudoyim. Hech kim o'lmaydi, xotirjam bo'ling. 7 daqiqa, sizni tushundim. Koordinatlarni xabar qil. Sizni tushundim. Harbiy havo kuchlari yo'lga chiqdi. Tez orada havodan zarba beramiz. Jennerson, Darter, oilani bu yerdan olib chiqib ketamiz. O'tach! Ablahlar! Tamom, siz ablahlar. Buncha ko'p bo'lishmasa, Ular ham madad so'rashgan ko'rinadi. Kiz, chiqish yo'lini topdingmi? Bu yerda hech narsa yo'q. Tinchlan, Kiz, yaxshilab qidir.
Komandir, nazarimda yo'lni topdim. Keys, Komandir! Xudoyim. Jo, hozirroq chida. Sekinroq. Ehtiyot bo'l. shunday. Sen unga qarab tur, yigitlarni boshlab kelaman. Chida. Bu yerdan ketish kerak. Qani, bo'la qol. Jibo! Jon. Yigitlar qani? Halok bo'lishdi. Harischi. Qali, javob bering. Men qo'rg'onman. Yaqinlashib qoldik. Manzilni bering. Zarbani o'zimga qabul qilaman. Birinchi raqamli tayyorgarlik. Qaytaraman. Bizni manzilimiz bu nishon. Sizni tushundim. Zarba berishga kirishaman. Ortimdan. Bo'la qol, Jo. Uch yildan so'ng Appalachi tomonlarda. Shoshma kichkintoy. Seni joying kabinada. Dam ol, bugun ko'p yugurishingga to'g'ri keladi. Ha, kichkintoy. Shuncha yil o'tibdi-ya, leytenant. Ha, janob. Unvoningiz oshdi. Tabriklayman, general. O'zingchi yo'l boshlovchilik qilyapsanmi? Ov qilmoqchimisiz? Yomon bo'lmasdi. Mavsum oktyabrda ochiladi. Qo'poruvchilar ovida mavsum bo'lmaydi. Mendan umid qilmang, general. Bu juda boshqacha vaziyat. Men nafaqadaman. Shartnoma tuzamiz, qonunga asosan. Jismoniy tayyorgarliging ajoyib. Uddalay olmayman, general. Imkoniyatni boy berdim. Yigitlarimni qurbon qildim. Bunday emas, jon. Afrikadagi topshiriq juda murakkab edi. Nega sizni bu yoqqa jo'natishdi deb o'ylayapsan? Sizlarga taslim bo'lishdan boshqa barcha narsani o'rgatishgan. Oradan shuncha vaqt o'tdi, jon. Bunda seni aybing yo'q. Unda kim aybdor? O'shanda yigitlar hayotiga men javobgar edim. Quloq sol, jon. Asosiysi sen joni hayotini saqlab qolding. Qolaversa hozir menga keraksan. Vataningga keraksan. General, siz yaxshi jangchisiz. Ammo yomon marketolog. Mayli. Igor Rodin. Gap u haqda boryapti. Igor Rodin aviazarba paytida halok bo'lgan. Razvedka ma'lumoti xato ekan. U o'sha yerda qolgandi. Jon, iltimos qilaman. Uni faqat sen bir yoqli qila olasan. Yomon, muzokarachi deysan-da. Taklif juda yaxshi edi. Kelganingdan xursandman. Yur, yigitlar bilan tanishtiray. Salom, yigitlar. Salomatlik tilaymiz, janob. Tanishinglar, janob Kater, sobiq desanchi maxsus bo'linma jangchisi, hozir biz bilan shartnomadagi askar. Janob Kater nishonni aniqlashda ko'maklashadi. Kapitan, ish borasida ma'lumot bering. Diqqat, yigitlar. Topshiriq juda murakkab.
Vazifa nishonni xoh tirik, xoh o'lik qo'lga olishdan iborat. Manzilgacha masofa 20 dengiz mili. Yo'lning oxirgi qismini akbalangda bosib o'tishga to'g'ri keladi. Janob Kater dengizda suzish borasida tajribangiz 2 bordir. oy dengiz piyodalari safida mashq qilganman. Yodingizda tuting, bu sizga basseynda suzish emas, Jenurgar albanlar naq telbaning o'zi. Portga kirish hududi qattiq nazorat qilinadi. O'nlab soldatlar, bir necha soqchi kema bor. Nishon kim? Igor Rodin. Interpolda u haqda to'plangan ma'lumotlar semizgina papkaga aylangan. Hozir esa u yangi bosqichga ko'tarilgan. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, u Sharqiy Yevropadagi harbiy bazalardan birini sotib olgan. Yadroviy chiqindilar. Ya'ni yer yuzidagi eng dahshatli 3000 gallon chiqindi qo'lida degani. O'z holicha ular zaharli, ammo unchalik xavfli emas. Agar undan bomba yasaydigan bo'lsa, keyingi bir necha 10 yil mobaynida yer yuzining yarmi yashashga yaroqsiz bo'lib qoladi. Ikkinchi bosqich 3 nafar olim bedarak yo'qolgan, muhandis kimik, fizik va muhandis mexanik. Alohida holatda ularning hech biri bomba yasay olishmaydi, ammo birgalikda ular o'lim kokteyliga aylanishadi. Bizda 6 soat vaqt bor. Keyin ularga xalaqit berish uchun yo'lga tushamiz. Topshiriq bilan tanishib chiqinglar. Ma'lumotlar stollaringizda. Savollar bormi? Rahbariyatga hisobot beraman. Turinglar. Mayli yigitlar. Hordiq chiqaring. Jon keyin yonimga kel. Xo'p bo'ladi, janob. Jon Kater. Shunday, Leytenant Jon Kater. sobiq. 3 yil avval Afrikadagi maxsus topshiriqda ishtirok etgan. Ha, o'sha men edim. Guruhni yo'qotgan. Shunga o'xshash. O'yindan chiqqan deb eshitgandim. Bunday hodisadan keyin buyruq berish oson bo'lmaydi, kapitan. Bo'lmasamchi. Do'zax hukmida qolganmi deylar? Bunday vaziyatlarga tushganman. Seni qoralamayman. Shart emas, kapitan. Nega biz bilan borishga qaror qilding? Kemada qolsang bo'lardi. Rodinni o'ldirgach tasvirni jo'natamiz, sen tasdiqlaysan. General o'sha yerda bo'lishim shartligini aytdi. Faqatgina men uning yuzini ko'rganman. Bizga bombalar kerak. Qandaydir terrorchi emas. Endi kech. Yigitlarim uyga qaytishlari shart. Tushundingmi? Ha, tushundim. Yaxshi. Yana 6 soatdan keyin bizni Afrikadagi suvlarga tashlashadi. O'zingga savol ber. Borishga tayyormisan? Agar 100% ishonching komil bo'lmasa, iltimos borma. Ajoyib oilang bor ekan. Rahmat. Ular bilan xayrlashish doim og'ir kechadi. Markus Kuperman. Do'stlarim ko'p deyishadi. Jon Kater. Xush kelibsan, Jon. Farzanding bormi? Yo'q. Rafiqangchi? Yo'q. Sevgilingchi? Spanchim bor. Spanch? Tillarang ko'p. Tushunarli. It insonning do'sti. Ovqat bergunimcha. Ozroq dam olsak. Mayli. Neni tushunishga harakat qil. Men uyga qaytishni xohlayman. Tugatishimiz bilan u bizni o'ldiradi. Agar shunday o'ylasang, unda nega ishlayapsan? Hech narsadan ko'ra umid bo'lgani yaxshi. Umid? U insonlarni qaqragan sahro bo'ylab minglab chaqirim masofa bosishga undaganiga guvoh bo'lganman. Ammo ular yegulikka bir odim qolganda ochlikdan halok bo'lishgan. İnsanlarni umid ulgan zavodlarga qanday yo'llaganini ko'rganman, ammo 80 yildan keyin ulardan faqat ko'pik qolgan xolos. Umid ana shunaqa narsa. Unga shifokor kerak. Menga esa bombam bor kuchimiz bilan harakat qilyapmiz. Bu o'zingiz uchun. Agar hozir jarayonni boshlasamchi? Bu yerdagi barcha narsa kuyib kul bo'lishi uchun. Eng kamida hayratga tushardim. Qani boshla. Toqatimni sinamang. Bo'la qol. Nina.
Umidingchi? Unga nima bo'ladi? Yaxshi qolinglar. Adriatika dengizi suvlarida. Yaqinroq harakat qilinglar. Sal xato qilsangiz payqab qolishadi. Suv osti juda kuchli nazorat ostida. Salgina harakatni darhol sezib qolishadi. Bu hazil emas. Jon, suv osti sertifikati qayerda? Olganman deganding, g'avvoslar maktabidami? Dengiz piyoda qo'shinlarida. Ehtiyot bo'linglar, bu minalar ajalning o'zi. Ey Kater, qanday xohlasam shunday suzaman. Menga enagalik qilma. Deni, katerga quloq solsang bo'lardi. Ey ko'p, sen kim tomondasan o'zi? Ehtiyotkorlikni yo'qotmang. Kater, eshitishimcha so'nggi topshiriqda 5 kishini hayotiga zomin bo'lgan ekansan. Bilmagan narsangga tumshug'ingni suqma. Ey burgutlar, biz topshiriqdamiz. Sen ham tilingni tiy, Kater. Kater, ularni so'ziga e'tibor berma. O'z ishingni bilsang bas. Rahmat. Qani ko'p. Ey Kater, men ba'zilar kabi ayol emasman. Ey Xudo, valaqlashni bas qilinglar. Ey Xudo, jin ursin. Kater! O'ralib qoldim. Hududda g'avvoslar guruhi. Sizni tushundim. Kelinglar, ishni tezroq bitiraylik. Bugun ishlarim bor. Mana bo'lmasa ular bizni payqab qolishdi. Tezlashamiz. Igor, Eshitaman, Nikola. suv osti minalardan biri portladi. Yigitlarni oyoqqa turg'izdim. Desantlardan xavotir olayotganding, nazarimda o'shalar. Bundan bizga qanday xavf bor? Bombani tugata olmasligimiz mumkin. Hech qisi yo'q. Yo'lda tugatamiz. Olima xonim, yo'lga tushamiz. Faqat loyihani tugatish uchun zarur jihozlarni olamiz. Yurining holi nima kechadi? U bizga boshqa kerak emas. Ketishga hozirlik ko'ringlar. Vaqt zararimizga ishlayapti, doktor. U baribir tirik qolmasdi, buni ikkimiz ham yaxshi bilardik. Bo'ldi. Yo'lga otlaring tez. Xo'sh yigitlar, o'rganganingizni qo'llash payti keldi. Nima, ko'ngil xushlikka bormoqchimisan? Meni ham o'zing bilan olmaysanmi? Yo, sen navbatchisan-ku. Timoshni olib olaman. U bilan zerikmaysan. Olg'a, olg'a. Tezroq, yigitlar. Amerikalik ablah. Ketdik, ketdik, ketdik. Jin ursin! Kater, chindan ham musta ekansan. Afsus, Deni senga quloq solmadi.
Nega sen Xudoni yoqtirmaysan? Atrofga bir qara, Niki. Bu hayotda aybdorlar aybsizlarni azoblashadi. Qaniydi boshqacha bo'lganda, adashmasam menga o'xshagan kazzoblar ko'proq. Bu eski tog'arang tezroq yura oladimi? 2 tonna xavfli yuk ortilgan mashinadan tezroq yura olmaydi. Tez orada barchamiz boyib ketamiz. Xudo aytganini bersin. Volodya, ko'proq o'zingga ishon. Biz sen bilan jangchimiz. Bizga kerakini o'zimiz olamiz. So'rab o'tirmaymiz. Nariga tarafdan sur. Ana shunday. Ehtiyot bo'l. Tezroq, ular shu yerda. Dusham qayerda? Shamollab qopti, issig'i bor. Uni o'rnini o'zim egallayman. Oddiy askar Mixalman. Sizlarga yordamga yetib keldim. Mixal, aslo keraging yo'q edi. Iltimos, menga imkon bering. Agar qovun tushirsang, bir umr navbatchilikda turasan. Shoshilinglar. Negadir vaziyat menga yoqmayapti. Kapitan, bu yoqqa kel, o'zing ko'r. O'lganiga yarim soat bo'lgan. Nurlanibdimi? Ha. Nazarimda bu idishlardagi zahar uni o'ldirgan. Bu yerdan ketamiz. Pistirma! Uni panaga olinglar. Chekinamiz. Tezroq bo'linglar. Bo'la qolinglar, tezroq. O'toch! O'toch! Nafas ol. Menga qara menga. Ketishimiz kerak. Tezroq. Qayerga boramiz? Deni halok bo'ldi, Roz halok bo'ldi. Kapitan zo'rg'a nafas olyapti. Nishonni qo'ldan chiqardik. Topshiriqni boy berdik. Alban armiyasini oyoqqa turg'azganimiz qoldi. Sizlarni irodali yigitlar deb o'ylagandim. Bas qilinglar. Nima hozir meni o'lishimdan foydalanib qolmoqchimisiz? Tushiring qurolni, birgalikda keting. Xo'p, bo'ladi degan so'zingizni eshitmayapman. Xo'p bo'ladi, kapitan.
Demak bunday. Kater sizlarni bu yerdan olib chiqadi. Hozirdan boshlab unga bo'ysunasiz. U iblisning o'zi. U harbiy zobit. Siz insonlar hayotini saqlab qolishga qaratilgan qarorlarni qabul qilishga ko'nikmagansiz. Bu buyruq bajaring. Xo'p bo'ladi, kapitan. Biz ajoyib guruh edik. Bunday ajrashishga to'g'ri kelgani uchun meni kechiring. Ammo men bu yerdan tirik chiqishingizni xohlayman. Mashina topishga urinib ko'r. Yigitlar uning ortidan. Biz yana ko'rishamiz. Ko'rishguncha jangchi. Rejang nima? Yigitlarimni uyga qaytar. Ammo xizmatim unchalik maqtanarli bo'lmagan. Sen esa yaxshiroq harakat qil. Aks holda narigi dunyoda bo'lsam-da seni topaman, tushundingmi? Ha, tushundim. Ular xuddi bizni kutib turishgandek edi. Bu yerda sotqinlikni sezyapman. Endi nima qilishimiz kerak, kapitan? Generalga qaytyapmiz deb xabar ber. Tushundim. Menga granatangni qoldir. Omad senga, Kater. Kapitan qani? Qayda? Janoblar, xush kelibsiz. Do'zaxga! General, birinchi legion aloqada. Kapitan Ryanmi? Yo'q, janob, kater. Jon, General, kapitan Ryan qayerda? halok bo'ldi. Deni va Roz ham Rodinchi. qochib qoldi. Ular biz kelgunimizcha manzilni tark etib bo'lishgan ekan. Guruhni ortga qaytaring. Uchuvchisiz samolyotimiz 10 daqiqa oldin bazadan chiqqan 3 ta yuk mashinasini payqagan. Nazarimda ularga yadroviy chiqitlar ortilgan. O'ylashimcha Rodin bombani olib ketyapti. Sizlar Qorli staj bazasiga borasiz. Bu harbiy baza sizlardan o'ng tomonda 10 chaqirim masofada. General, yigitlarni olib chiqing. Sen va qolgan yigitlaring bizni oxiriga umidimiz. General, yigitlar umidsizlikka tushgan. Komandiridan, do'stlaridan judo bo'lishdi. Qurol-yarog'imiz ham kam. Jennerson Jon, agar bombani qo'ldan chiqarsak, o'sha yuk mashinasini Berlinda, Parijda, Moskvada yoki Londonda ko'rishimiz hech gap emas. Menga farqi yo'q, qanday bo'lmasin o'sha yuk mashinasini top va bombani zararsizlantir. Qolaversa bu sening vazifang. Aks holda 8 nafar askarning yoniga millionlab qurbonlar qo'shiladi, Jon. Jon, Kapitan bo'lganda qanday javob berishni bilardi. Sizlarni tirik qaytarishga va'da berdim. Hamma va'dani ham bajarishning imkoni bo'lavermaydi. Biz jamoamiz, Jon, va topshiriqlarni bajaramiz. Nimani evaziga bo'lsa Jon, ham. eshityapsanmi? Hamma ma'lumotlarni jo'nating. Biz u ablahni to'xtatamiz, janob. 10 mil g'arbda joylashgan Qorli staj harbiy bazasi. Bu bizning yuk mashinamizmi? Tekshirib ko'rmaguncha aytolmayman. Rejamiz qanday?
Ochiqchasiga hujum qilamiz. Bor yo'g'i 5 kishimiz. Ammo ular buni bilishmaydi. O't ochishni boshlashimiz bilan ular bizni butun boshli diviziya deb o'ylashadi. Eshitdinglarmi, u menga yoqa boshladi. Yaxshi ham tunda basharasiga tushirib qolmayman. Shunday qilganingda bo'laklarini yig'ib yurgan bo'lardik. Mayli, tekshirib o'tirmaymiz. Mayli, Pinki va Nik, sizlar alfa guruhi bo'lasiz. Yuk mashinasini tekshirib ko'rasiz, Kup. Sen o'ng qanotda bo'lasan, yigitlarni uzoqdan himoya qilasan. Otishma boshlanganida yuk mashinasiga yo'lni to'sib qo'yasan. Frank, sen bilan men Charlie guruhi bo'lamiz. U yerda asosiy bino bor. Uni tozalashga harakat qilamiz. Tayyormisan? Ha, Unda olg'a. Xudo yor bo'lsin. Konvoy. Ular qayerda? Bilmayman. Mayli. Ular bu yerda emas. Galyamo tarafga jo'nab ketishdi. U qanaqa joy? Temir yo'l vokzali. Bu yoqqa. Kup, chiqib ol. Pinki. Hayday olasanmi? Ha, Ular qayerga ketayotganini bilaman. Qayerga? Galyamo stansiyasiga. 5 mil shimol tarafda. Generalga xabar qil. Jennerson. Omading bor ekan. 5 mil shimol tomonda. Galyamo temir yo'l vokzali. Sekinroq ehtiyot qiling buni. Bomba yig'ish uchun 1 soat vaqtingiz bor. Bizni ham xuddi Yuri kabi otib tashlamasligingizga birorta kafolat bormi? Yo'q, faqat so'z beraman. Sizning o'limingiz menga hech narsa bermaydi. Amerikaliklar bomba menda ekanligidan xabardor. Endi faqat vaqt barchasini hal qiladi. 1 soat. Nazarimda tanlash imkonimiz yo'q. Ishga kirishaylik. To'xta! Hey!
Qayerga otlanding? Ko'p. Yigitlar bilan janubi-g'arbga qarab yuring. U yerda baliqchilar qishlog'i bor. Ulardan qayiq olasiz va ertagacha Italiyada bo'lasiz. Nima, ularni bir o'zim eplay olaman deb o'ylayapsanmi? U bilan. Biz sen bilan boramiz. Sen ajoyib do'stsan, ammo yolg'iz qo'ling bilan sendan foyda bo'lishi dargumon. Men 2 kishini o'rnini bosaman. Yarador Frank qo'lidan yarador Pinkni qanday qilib uyga yetkazadi? Bu buyruq. Agar men uddalay olmasam, generalga bombani poyezdda olib ketishayotganini xabar qilinglar. 12 soatdan keyin u Yevropaning yuragida bo'ladi. Germaniya, Avstriya, Rossiya. Uni qo'ldan chiqarish butun bir qit'a boshiga ofat yog'iladi deganidir. Buni Anderson yaxshi biladi. Bora qolinglar. Omad senga. Ko'p. Ha, Agar men qaytmasam, Yangi Orleanga bor. U yerda 4 arimoq degan qahvaxona bor. Bari ortida bir qiz turadi. Yo'lidan befarq o'tolmaysan. Ko'zlari shu qadar go'zalki, hatto dengizchi ham cho'kib ketadi. Ismi Jena, unga itimni tashlab kelganman. quloq sol, ishonaman. Buni o'zing qilasan. Mabodo ilojim bo'lmasa-chi? Biz ham it asrab olishni o'ylagandik. Undan xavotir olma. Qayda? When I was a young boy, I recognized the power of the power. And I became a young man. I looked inside and I found the power. Search and destroy, search and destroy. Search and destroy, unlock the power. Search and destroy, search and destroy, search and destroy. I've got the power. There comes a time in every man's life where he's got to choose. Good or evil. When the time comes, which path are you gonna take? Is it the one of least resistance, or the one that makes this crazy life worth it? Search and destroy, search and destroy. Unlock the power, it's inside of you. It's inside of you. Search and destroy. Destroy. Search and destroy. Qayerda eding? Poyezdlarni tomosha qildim. Yaxshiyam kech qolmading. Dada, poyezdimizda ko'plab soldatlar bor, qurollar ham bor. Tushunarli, mayli. O'tirib ol. Hali uzoq yurishimiz kerak. Tayyorlaninglar, jo'naymiz. Qayerga? Shimolga. Ammo yo'nalishimiz boshqa tomonga. Senga shimolga dedim. Ketdik. Dada, yuryapmiz.
Dada, uni quroli bor. O'g'lim, jim o'tir. Manzilga yetib keldi. Sizlarni qutlayman. 290-poyezdga qush kelibsiz. Hech qanday to'xtashlarsiz to'g'ri do'zaxga yo'l olamiz. Bugun poyezdni boshlig'i menman. Ismimni sizga aslo farqi yo'q. Vaziyat yomonlashsa, barchangiz olishingiz hech gap emas. Janob, biz oddiy fuqarolarmiz. Siz faqat bir narsa uchun keraksiz. Sizlar men va meni odamlarimga tirik qalqonsiz. Hayotingiz men uchun sariq chaqaga ham arzimaydi. Agar uyingizga eson-omon yetib borishni istasangiz, joyingizdan jilmang, ovoz chiqarmang. Menga ruhoniy xudoga ishongan kabi ishoning. Yashaysizmi yo o'lasizmi? Buni o'zingiz hal qiling. Mana bu murdani ko'zdan yo'qotinglar. Bayram qilishga erta emasmi? Shampan vinosini ko'ngil qishligi uchun ichaman. Bayramlarda emas. Jamol. Bu seni do'sting egari. Hay, yo'ldaman. Bir qismini oldim. Qolgan qismini ham Shveysariyadagi do'stlarimiz hisob raqamiga o'tkazsang, oramiz ochiq bo'ladi. Albatta, qurilma tayyor. Bo'lmasam-chi, benuqson ishlaydi. Agar gapim yolg'on bo'lsa, 100 millioningni qaytarib olaver. Ko'rishguncha. Jevka. Hisob raqamiga pul tushishi bilan darhol xabar qil. Nikola, yana nima gap? Nima xohlaysan? Hali uzoq yurishimiz kerak. Sen esa bu yerni islohotxona qilib olsan. Hozir hordiq olishim kerak. Barcha qarorlar qabul qilib bo'lindi. Agar barchasi reja bo'yicha ketsa, boyib ketdik deyaver. Agar yo'q bo'lsa, demak yo'q. Endi bu yog'i bizga bog'liq emas. Nina tekshirib ko'r, o'tkazgich ulanganmi? Ha, Unda nega menda chiroqchilar yonmayapti? Grigor, barchasi ulangan. Mana, o'zing ko'r. Yonilg'i bak va konteyner o'rtasidagi klapanlarni berkitib qo'ydim. Axir bu bombani zararsizlantiradi-ku. Shuning uchun ham. Nina, u bizni o'ldiradi. Baribir u shunday qiladi. Uni yovuz rejasiga yordam berishni istamayman. Nina, iltimos qilaman. Bunday qilma. Oilam bor axir. Ishla. Nega tushunmaysan Soqchilar. biz? Uni ushlang. Sotqin. Ey sen. Yigitlar, hammasi joyida. Chiptan bor. Hozir. U detonatorning qurilmasini uzib qo'yibdi. Bu nimani anglatadi?
Sion? Tuzata olasanmi? O'ylashimcha ha. Ablah. Ishonching komilmi? $1 million uchun tuproq chaynashga ham tayyorman. Chindan ha? Ha, chindan. $1 million. Shveysariya bankidagi hisob raqamingda bo'ladi. Bunga roziman. Qancha vaqtda tuzatasan? Chorak soat ichida. Bor. Barchasi benuqson ishlasin. Nikola, u bilan bor. Uni xuddi o'z o'g'lingdek ehtiyot qil. Mayli, ketdik. Janob, tizimdaman. Tarmoqqa ulanyapman. Ovoz chiqargudek bo'lsang tamomsan. Inglizcha gapira olasanmi? Ha? Siz kimsiz? Bu yerda savolni men beraman. Bu yerda nima qilyapsan? Men provodnikman. Veseli. Poyezdda ular qancha? Xudoga shukr, ular bilan emas ekansiz. Qancha? Taxminan 20 chog'lik. Oldindagi birinchi va ikkinchi vagondagilar sonini bilmadim. U yerga qo'yishmayapti. Telefon top. Mobil telefonlar bu yerda ishlamaydi. 300 chaqirim masofada aloqa yo'q. Agar juda muhim narsa bo'lsa-chi? Unda menikini olishingiz mumkin. Ammo u faqat dispetcher bilan bog'laydi. Mayli, qo'ng'iroq qil. Dispetcher. Kim gapiryapti? Poyezdlar dispetcheri Boris Tomash. 4793. Ey, o'zing kimsan? Jon Katerman. 290-tez yurar poyezddan qo'ng'iroq qilyapman. NATOning Bryusseldagi qarorgohi bilan bog'laning. Sizni Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy qo'mondonligi bilan ulashsin. Maxfiy kod KH Tango Charlie 99. Nima, karmisiz? Yo'q, men bunday hollarda xizmat telefonidan foydalansa bo'ladimi, yo'qmi? Shuni Yana yo'riqnomadan qanaqa qilyapman. yo'riqnoma? Poyezdda bomba bor. Boris, u aytgandek qil. Poyezdda qo'poruvchilar. Mishelin, bu senmisan? Nega sen maxsus aloqa tizimiga notanishlarni qo'yding? Quloq sol, ahmoq. Poyezdda naq pochta mashinasidagi bomba bor. Kechirasiz, sizni yaxshi eshitmadim. Ismingiz nima edi? Leytenant Jon Kater. General Norman Antga xabar qil. Siz meni NATOga qo'ng'iroq qilishimni xohlayapsiz? Ha. Bu qanaqasi? Xo'sh, qo'ng'iroq qilasanmi yoki yo'q? Ha, hozir. Ammo avvaliga Uzilib qoldi. Bu yomon. Kimdir bizni eshitgan ko'rinadi. Poyezdda yana boshqa apparat bormi? Ha, meni vagonimda. Seni ushlab olmaslardan qayta qol. kommentator. Ha. Meni NATOning Bryusseldagi qarorgohi bilan ulang. Muhim ish yuzasidan. Amaki, Ha, salom bo'lakay. chindan ham poyezdimizda bomba bormi? O'ylashimcha shunday. Sen buni qayerdan bilasan? Bu haqda soqol bor qo'rqinchli amaki aytdi. Poyezdda unga o'xshagan qo'rqinchli amakilar ko'pmi?
Siz ulardek yovuz emassiz, shundaymi? Yo'q, bolakay. Seningcha yovuz odamga o'xshayapmanmi? Mana oling. Bu nima ekan? Bularni o'zim chizdim. Bular soldatlar. Bu yerda esa temir idishlar. Bu yerda soqolli qo'rqinchli amaki va uni do'stlari. Bu yerda nimaligini bilmadim. Qandaydir sariq narsa. Rahmat. Azamat bola ekansan. Komandir. Bitta yo'lovchi bilan muammo chiqdi. Yoki ingliz yoki amerikalik. Niyatingizga yetolmaysiz. U dispetcherga qo'ng'iroq qilib bomba haqida xabar qildi. Ablah it. Aloqani uzib qo'ydim, ammo u Onga ko'z quloq bo'l. Ortimdan yur. Doktor, agar yashashni istasang, pullarni ko'rishni xohlasang, tezroq bombani tugat. dispetcher. Boris qo'ng'iroq qildingmi? Ha. Hozirgina. Xo'sh. Ular kutib turishimni, barchasini tekshirib ko'rib qayta qo'ng'iroq qilishlarini aytishdi. Ularga bomba haqida aytdingmi? Aytdim. Xo'sh. Aytdim-ku. Ular qayta qo'ng'iroq qilamiz deyishdi. Boris, toki ular quloq solmagunicha baqiraverishing shart. Xabaring yetib borishi millionlab insonlar hayotini asrab qoladi, tushunyapsanmi? Qanday yordam kerak? Amerikalik qayerda u? Nimalar deyapsiz? Bu yerda amerikalik yo'q. Sen unga xizmat telefoningni bergansan. Hech kim yo'q. O xorijlik buzg'unchi, sen esa ahmoqsan. Mikrofonni ber. Amerikalik, menga quloq sol. Hoziroq taslim bo'lasan. Aks holda yo'lovchilarni o'ldirishni boshlayman. Navbat bilan. Har daqiqada, tushundingmi? Toki taslim bo'lmaguningcha. Ey Xudo, bolaga tegmang. Yo'q. Kerak emas. Qo'yib yuboring uni. Siz fizikmisiz? Siz amerikalikmisiz? Adashmasam shunday. Ular sizni qidirishyapti, o'ldirishmoqchi. Taslim bo'lmang. Bori umid sizdan. Qo'rqmang. Taslim bo'lishni xayolimga keltirganim yo'q. Yaxshi, ammo vaqtingiz kam. Bomba tayyor bo'ldimi? Deyarli. Qancha vaqtim bor? Menimcha 15 daqiqa. Qurolini tashlab bo'lmasa bolakay o'ladi. Kimsan? Derazona. Derazona? Nikola. Qani o'zim ko'raychi, kim ekan u? Aytishicha Terezona emish. Qanday ahmoqsan-a? Ey Xudo. Men uni taniyman-ku. Eslaganingdan faxrga to'ldim. O'sha kuni seni g'ururing menga qimmatga tushgandi.
Seni xasisliging esa yigitlarim umriga zomin bo'ldi. U amerikalik. Amerikalik Leytenant Jon Carter, adashmadimmi? U bilan uchrashgandim. Afrika sahrolarida. Maxsus xizmat xodimlari u yerda ekanimni qanday bilishdi ekan? biz axir ma'lumotlar byurosi emasmiz-ku. Asabiylashma, shunchaki hazillashdim. Bu yerda nima qilyapsan? Seni va Bombayni yo'q qilishga jo'natilgan guruhga rahbarlik qilyapman. Aldayapsan. Ishonmasang tekshirib ko'r. Allaqachon GPS o'rnatdim. Ha, sen haqsan. Seni biqni hoziroq o'ldiraman. O'ldira qol. Ammo baxtga qarshi datchik qayerda ekanligini yolg'iz men bilaman. Qushchalarimiz esa allaqachon havoga ko'tarilishdi. Rodin, buni ko'rishingiz kerak. Hozir. Bir daqiqada boraman. Nikola, uni sayratib ol. Yaxshi. Yaxshi. Qani tezroq. Birinchi legion xabar qiladi. Barcha AQSh qurolli kuchlariga favqulodda muhim xabar. Birinchi legion bu suvosti kemasi, sizni eshitaman. Meni zudlik bilan general Anderson bilan ulang. Jennerson hammasini Anderson eshitadi. General, men Kupman. Qurilma va nishon Galyamo stansiyasidan 290 tezyurar poyezdi yo'lga chiqdi. Boradigan manzili noma'lum. Galyamadan 290-poyezdda sizni tushundim. Menda ikkita yarador bor. Biri yengil, ikkinchisi og'ir. Zudlik bilan yordam kerak. Tushundim. Kater qayerda? Janob, kater poyezdda. U topshiriqni oxiriga yetkazmoqchi. Sizlarni olib kelamiz. Koper, chidab turing. Aviatsiyani havoga ko'tar, darhol 290-poyezdni yo'q qilish kerak. Janob, poyezdda kater... Bomba ham poyezdda. Navbatdagi bekatda poyezdning yo'nalishini o'zgartir. Komandir, bu juda xavfli. Biz barcha nazorat qurilmalarini o'chirib qo'yganmiz. Bu yerdagi yo'llar esa bir yoqlama. Qarshimizdan yuk poyezdi chiqib qolishi hech gap emas. Bo'lishi mumkin, ammo bu yo'lda bizni tish tirnog'igacha qurollangan Amerika havo kuchlari kutib turibdi. Birinchisi tasodif, ikkinchisi esa haqiqat. Xatar. Alo, 101 Demi. Alo. Alo, 101 D. GPS qayerda? Gapir! Gapir, amerikalik it! Hammasini aytasan. Nega uni tashlab ketdim? U yigitlarim men uchun undan ham qadrli. Ular uchun hayotini berishga tayyorsan derdi. Va u haq edi. Jennerson, nimalar bo'lyapti? Bilmadim.
Poyezd o'z boshimchalik bilan yo'nalishini o'zgartirdi. Keyin barcha aloqalar uzilib qoldi. Ular bilan bog'lanib bo'ladimi? Afsuski yo'q. 101-da aloqa vositalari eskirgan. Hech kim javob bermayapti. 290-chi tez yurarchi. Ular ham javob bermayapti. Nazarimda ularga signal yetib bormayapti. Harbiylarga qo'ng'iroq qil. Vertolyotda borib, ovoz kuchaytirgichda ogohlantirishsin. Janob, buni yaxshi fikr deb o'ylamayman. Tushunyapsizmi? Bu poyezdda bomba bor. Menga gap qaytarishga urinma. To'nka. Buyruqni bajar. Komandir. Kompressor shikastlandi. To'xtashimiz kerak. Hatto xayolingga keltirma. Rodin. Boshi berk ko'chadamiz. O'z ulushimni olgani keldim. Volodya, bunday ishlarni million martalab qilganmiz. Aka-uka bo'lib ketganmiz. Bu nima deganing? Ha, sen haqsan. Ammo Igor, biz CRU bilan jang qilyapmiz va ana u amerikalik it bilan yana bomba. Mana shu bomba eng bo'lmag'ur ish bo'ldi. Yaxshi. Ketishni xohlasang mayli, keta qol. O'rning juda bilinadi. Rahmat, qadrdonim. Senga oq yo'l. Qo'zg'oling odamlar. Sizni yaratgan va barcha narsaga qodir Xudoga iltijo qiling. O'g'lim qalbini nima bezovta qilyapti? Tazarru qil va sen af qilinasan. Darhol joyingga qayt. Seni adashgan ruhingni to'g'ri yo'lga qaytaraman. Hozir seni otib tashlayman. Men esa narigi dunyodan qaytib kelaman. Tazarru qiling osiy bandalar. Orden olasan. Ha, agar tirik qolsam. Menga telefon kerak. Jon, bu senmisan? Tezroq poyezdni to'xtatish. Jonim bilan qariya, ammo imkonimiz yo'q. Xudo. General Anderson bilan gaplasha oldingmi? Hozircha yo'q. Ammo Jon qarshingizdan boshqa poyezd kelyapti. Qancha vaqtimiz bor? 8 daqiqa atrofida. Yaxshi. General Anderson bilan gaplash. Maxfiy raqamimni ayt. Poyezdda bomba bor de. Tushundingmi? Tez orada boshqa poyezd bilan to'qnashamiz. Vagonlarni uzish kerak. Buning iloji bormi? Hozir ko'rsataman. Yaxshi. Ammo oldin bir ishni oxiriga yetkazishim kerak. Yo'q, aslo bunday qila ko'rmang. Qurolingni tashla. Iltimos, otmanglar.
birgina xato va biz halok bo'lamiz. Iltimos otmang. O'tinaman, otmang. O'tinaman. Yaxshi. General Anderson gapiryapti. Bu senga NATO qarorgohidan. Juda vaqtida. Eshitaman, janob. Boris, General Andersonman. Janob, kapitan Tamosh gapiryapti. Sizga Jon Katerdan xabar bor. U va nishon poyezdda. Kapitan, buni bilaman. Gap shundaki, o'sha poyezd qayerda? G'arbga qarab harakatlanyapti. Hozir u Chernogoriya chegarasidan taxminan 10 chaqirimcha olislikda. Taxminanmi? Ha, janob. Sababi bizning dispetcher bo'limimiz qurilmalari yaxshi ishlamayapti. Ey xudo. Janob, yana bir narsa. Juda muhim. 290 tez yurar tez orada boshqa bir poyezd bilan to'qnashadi. Xorvatiyadan yo'lga chiqqan. Rahmat, kapitan. O'sha Chernogor poyezdni toping. Salom. Kechirasan, taklifnoma kutib o'tirmadim. Nima sen buyuk xosh yurishdamsan yoki meni pul topayotganim senga yoqmayaptimi, ha? Boyishning boshqa yo'lini tanlashing kerak edi. O'ldirish va qotillik orqali pul topish jirkanch ish. Senga gapirish oson, chunki hali yoshsan, ammo yoshing o'tgach boshqacha o'ylab qolar ekansan. Xo'sh, qani niyatingni ayt. Mendan nima xohlaysan o'zi? To'ng'iz qo'pishingni. Ha. Faqat bunchalik tez emas. Quloq sol. Bomba manziliga yetib borsa, 100 million dollar to'lashadi. Narxingni ayt. Yarmiga nima deysan? Axir bu bir dunyo pul-ku. Nima hamkorlik taklif qilyapsanmi? Yo'q. Hamkorlarim allaqachon bor. Sen ham ularni bilasan. Bu Sam amaki, Markaziy razvedka, Roland Anderson. Bu Elliot degani. Nimalar deb valdiryapsan? Leytenant, ikkimiz ham bitta odamga xizmat qilamiz. Faqat men ko'proq topaman. To'xta. Nazarimda bizda kichkina muammo bor. Nega endi ikkimizdan birimiz o'lishimiz kerak? Bir oy muqaddam markaziy razvedkaga yordam bergandim. Ular bitta olimni o'g'irlashgandi. Ammo keyinroq qandaydir itvachcha ma'lumotni chiqarib yuborgan. Endi Amerika hukumatı mendan qutulmoqchi bo'lyapti. Men o'zimni himoya qilishim kerak. Bomba shuning uchun kerak. Bu o'yinchoq tayyor bo'lishi bilan hech kim yaqinimga kela olmaydi. Amerika davlati terrorchilar bilan aloqa qilmaydi. Yosh bolaning o'zisan. Butun dunyodagi jinoyatchilar, qo'poruvchilar doim markaziy razvedka bilan ishlab kelgan va ishlamoqda. Dushanba kuni bizni chaqirishadi. Seshanba kuni tayyorlashadi. Chorshanbada topshiriq bilan jo'natishadi. Juma kuni esa biz yana terrorchilarmiz. Biz barchamiz bir daraxtning mevasimiz. Bu meni qiziqtirmaydi.
Ular sendan foydalanishyapti. Haliyam kelishib olishimiz mumkin. Kelisha olmaymiz. Hoziroq o'lasan. Bu yerga yigitlarim qasosi uchun keldim. Frank uchun. Ross uchun. Dibo uchun. Jo uchun. Barcha o'z joyini egallasin. Xush kelibsan, Cooper. Katerdan biror xabar bormi, janob? Hozircha yo'q. Umid qilaman u omon qoladi. Xabar qilishlaricha poyezdlar tez orada to'qnashadi. Qo'rqamanki, qo'limizdan hech nima kelmaydi. Hech bo'lmasa urinib ko'rish kerak. Harakat qilyapman, o'g'lim. U bizni olovni ichidan tirik olib chiqdi. Shu boisdan qat'iy choralar ko'rishingizni talab qilamiz. Oddiy askarligingizni unutmang. Bombani zararsizlantira olasizmi? Yo'q. Agar Grigor ishni oxiriga yetkazgan bo'lsa. Bomba bilan shug'ullaning, Nina. Grigor uchta uzatish qurilmasini o'rnatib bo'libdi. Taymer, masofadan portlatish qurilmasi, akselerator. U qanday ishlaydi? Juda tez harakatga kelganda. Aytaylik, poyezdlar to'qnashib ketsa. Bu holda barchamiz halok bo'lamiz. Agarda men xalaqit beradigan bo'lsam, konturni bloklash mumkin. Agarda Xo'sh, nima? men kislorod idishini uzib qo'yishim mumkin. Bu esa asosiy reaksiya jarayonini sekinlashtiradi. Agarda men haq bo'lsam, jarayon o'z-o'zidan Bu to'xtaydi. holda bu qurilma bomba bo'lmaydi. Xuddi shunday. Unday bo'lsa nimani kutyapsiz? Lekin men hech qachon bunday qilmaganman. Ammo urinib ko'rishim mumkin. Lekin adashgan bo'lsam, millionlab insonlarni yostig'i quriydi. Boshqa choramiz yo'q. Sizga omad, Nina. Qo'rqmang. Tez orada qaytaman. Mayli. Yonilg'i idishlarni uzishdan boshlayman. Diqqat, to'qnashuvgacha 3 daqiqa vaqt qoldi. Qaytaraman 3 daqiqa. Jinurson joyidan qo'zg'almayapti. Biror narsa bering. Tezroq. Diqqat, to'qnashuvga 2 daqiqa qoldi. Qaytaraman 2 daqiqa.
To'qnashuvga 1 daqiqa qoldi, qaytaraman 1 daqiqa. So'nggi bor ogohlantiraman. To'qnashuvga 30 soniya qoldi. 30 soniya. Uddalashingizga ishongandim. Xayrli oqshom. Xayrli oqshom. Jon Katerning do'stiman. Chindanmi? Jon Ketri? U menga bu yerga kelishim va Jannani topishimni tayinlagandi. Iti o'sha qizda ekan. Ko'p, itni senga bermayman. Jon, xudoyim, seni halok bo'lgansan deb Mayli, o'ylagandim. shunday deb o'ylayversin. Seni ko'rganimdan xursandman. Men ham xursandman. Salom azizam. Salom. Pinki va Nik yaxshimi? Ha, Kelganing uchun rahmat ko'p. So'zingda turding. bilasanmi? Hatto jang maydoniga chaqirsang ham hoziroq ortingdan borishga tayyorman. General Andersonning ahvoli qanday? Endi u buyuk qahramon, hatto prezidentlikka nomzodini qo'ymoqchi. Mutlaqo maxfiy. Bunday bo'lishi dargumon. Unda nima bor? Shunchaki ma'lumotlar, yolg'on va'dalar, qotilliklar. Jena, ikkita tashnaga pivo bera olmaysanmi? Meni ma'budam. Halok bo'lgan birodarlarimiz uchun. Bu hali oxiri emas. Film Sevimli telekanalida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Akbar Qarshiy. Dublajda artistlardan Sanjar Sadullayev, Sanobar Sodiqova, Hamza Hasanov va Muhammadjon